Assalomu alaykum Shavkat Mirziyoyev. Sizdan iltimos, yordam bering. Iltimos qilaman sizdan. O'g'limni chiqarib, o'g'lim gunohsiz. Aybiga yo'qligini isbotlab chiqarib berishingizni so'rayman. Uyim o'sha olingan joyda, tuhmat qilingan joyda kamera bor. Kamerada olingan hamma narsa. Hozirda o'g'lim sudurgi berib yotibdi. Depressiya kasali bilan shug'ullanyapti. Sizni la'natlab retezdi deb o'g'lim o'zi 4 oydan bo'lsa azob tortib yotibdi. Qaysi gunohim uchun? Bormagan joyim qolmadi, qilmagan ishim qolmadi. Ko'zimni siydigini oqizib o'tiribman. 4 oydan bo'lsa uyga ishlaganim yo'q. 4 oydan bo'lsa uyda hech narsa yo'q. Nima uchun? Nima uchun sizni la'nati mana shunday reytingizda deb? La'nati reytingizga ming la'nat. Gunohsizlarni qamash emas-ku. Iltimos, Shavkat Mirziyoyev, Kattaqo'rg'on, Samarqand tumani. Kattaqo'rg'onga boring. Qamashdan oldin bolalar saqlanayotgan joy. O'sha yerda borib ko'ring. Qanchadan qancha gunohsiz odamlar yotibdi tuhmat bilan. Haqiqat. Iltimos, mana shu videoni ko'rganlar maksimalni tarqatinglar. O'g'lim uchun yordamingizni ayamanglar. Iltimos. Kim ko'rgan bo'lsa Shavkat Mirziyoyevga yetkazsin. Iltimos. O'g'lim uchun. Bir zaif ayol uchun yordamingizni ayamanglar. Sizlarga ishonaman. Iltimos, yordam beringlar. O'g'lim uchun. Bir yetim ayol iltimosi uchun yordam beringlar. Iltimos. Bir yetim ayolning murojaati uchun murojaatlaring, yordamlaringiz, iltimos, yordam beringlar. Bir yetim ayol uchun iltimos, yordam beringlar.